alaykum. Kanalimizda aziz obunachilari, barcha sog' salomatmi? Ancha bo'ldi ko'rinish bermaganimga. O'zimiz ishlar bilan bandmiz. Video qilishga ko'p vaqtim bo'lmayapti. Shuning uchun onda-sonda sizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni uzatishga harakat qilaman. Bilasiz, mana oldimizda yoz, уже hozirdan yoz boshlandi, kunlar isib ketdi, ko'pchilik yaxna ichimliklarga yoki bo'lmasam muzqaymoqqa intiladi. Ayniqsa bolalarga muzqaymoq berishadi, o'zlari muzqaymoq iste'mol qilishadi. Chunki kunda issiq kunlarida muzqaymoq biroz o'sha issiqlikni bosadi. Ya'ni o'sha lekin ko'pchilik muzqaymoqni ham iste'mol qilayotganda ayrimlarga to'g'ri kelmaydigan holatlari bor. Masalan, o'sha hozirgi kunda barcha muzqaymoq taklif qiluvchilar xohlaysizmi yo'qmi, sut o'sha muzqaymoq tarkibida sut ishlatadi yoki qaymoq ishlatadi. Qaymoq bilasiz yoki sut laktoza saqlaydi. Hozirgi kunda уже 30 yoshdan keyin ochdingizmi, 35 yoshdan keyin ochdingizmi yoki bo'lmasa antibiotik qabul qilyapsizmi yoki kimyoterapiya qabul qilyapsizmi? Ayniqsa o'sha kimyoterapiya qabul qilayotganlar, onkologik kasalliklar yoki bo'lmasa antibiotik qabul qilayotganlarga sut mahsulotlari mumkin emas. Chunki u laktoza saqlaydi. Laktoza bilasiz patogenlarning ozuqasi sanaladi. Bu organizmda o'sha infeksion holatda avj olishiga sababchi bo'ladi. Antibiotik qabul qilyapsizmi? Sut, qaymoq yoki bo'lmasam iloji boricha smetana ham mumkin emas. Kefir mumkin, sut mahsulotlaridan, lekin o'sha yuqorida aytib o'tganlarimiz mumkin emas. Endi 30 yoshdan oshgan insonlarda hozirgi kunda sekin-asta o'sha laktozani qabul qila olmaslik holatlari kuzatilyapti. O'sha sut tarkibida laktoza saqlovchi mahsulotlar ba'zi bir o'sha patologik jarayonlarni avj olib ketishiga sababchi bo'lyapti. Hattoki onkologik kasalliklarni kelib chiqishida ham o'sha laktozani o'rni juda beqiyos. Undan tashqari qandli diabet bilan og'ruvchi kasalliklar laktoza ularda mumkin emas, absolyut. Nima desam bo'ladi? Sut qabul qilish ular zahar qabul qilgandek gap organizmga. U laktoza organizmga tushgandan keyin saxarozaga aylanadi. Ya'ni saxarozaga aylangandan keyin qondagi qand miqdori ko'tariladi. Qondagi qand miqdori ko'tarilgandan keyin nima bo'ladi? Zamburug'larga tayyor ozuqa. Qonda qand miqdori ko'tarilsa, qon quyuqlashadi, tromblar paydo boshlaydi, aterosklerotik blashkalar paydo bo'la boshlaydi. Organizmda zamburug'lar o'sha qo'zg'ala boshlaydi, qon aylanishi buziladi organizmda. Kislorod almashinuvi buziladi organizmni. Shu nuqtai nazardan sut mahsulotlari qandli diabet bilan og'ruvchilar uchun bekor qilinadi. Endi laktoza saqlovchi, o'sha laktoza yoki tarkibida shakar saqlovchi o'sha hozirgi kundagi morojenilar, ya'ni muzqaymoqlar 30 yoshdan keyin, mayli boringki 40 yoshdan keyin o'sha zararli bo'lib qoladi. Ayniqsa bolalar salomatligida ham laktozani o'ziga yarasha o'rni bor. Parazitar kasallik bilan bolalarda ko'pchilik bolalar parazitar kasalliklar bilan og'riydi. Ularga laktoza saqlovchi yoki qand moddasi tarkibida saqlovchi mahsulotlar xohlaysizmi yo'qmi zararli. Endi bunaqa vaziyatda qanday yondashish kerak? Muzqaymoqqa bizning ehtiyojimiz bor. Endi biz buni qanday bostirishimiz kerak? Xohlasangiz qo'l bola, xohlasangiz o'zim ham uyda ishlab chiqarib, shu yaqin atrofga tarqataman. Bez laktoza, bez sahara bo'lgan mahsulotlar. Ya'ni turli xil mevalarni o'sha muzlatish orqali yoki bo'lmasam qaynatish orqali qaynatib biroz o'sha yumshatib, keyin o'sha mevalardan muzqaymoq tayyorlaymiz. Albatta, bu ingrediyentlar tarkibida hech qanaqa shakar bo'lmaydi, hech qanaqa laktoza bo'lmaydi.
oddiy fruktoza, to'g'ri, fruktoza bo'ladi mana. Tarkibida kakao hamda banan. Kakao banan aralashmasidan tayyorlangan muzqaymoq. Mana buni qabul qilsangiz juda ham mazali, juda ham energiya beradi. Kakao tarkibida bilasiz, kaliyga boy mahsulotda. Kaliy organizm uchun kerak. Kaliydan tashqari ko'pgina minerallar mavjud. Sink mavjud, o'sha bizning polavoy sistemamiz uchun, kaliy aytdik, yurak qon tomir sistemasi uchun juda ham kerakli bo'lgan mahsulotlardan bittasi. Kalsiy mavjud, boshqa shunga o'xshash minerallarga boy bo'lgan mahsulot. Kakao hamda banan tarkibida boshqa hech narsa yo'q. Endi o'zi buni tayyorlash uslubi bor. Tabga ko'ra stevia aralashtirishingiz mumkin. Bu biroz sizga qimmatroqqa tushishi mumkin. Yoki bo'lmasam ayrimlarini menga tarkibida sut bo'lishi kerak, sal o'sha nima bo'ladi. Sut aralashsa qanaqadir konsistensiyasi, ya'ni o'sha muzqaymoqning konsistensiyasi bir-biriga qovushqoqligi yumshoqroq bo'ladi. Bananda ham xuddi shunaqa yumshoqroq bo'ladi. Banan o'sha banandan foydalangan payti yumshoqroq bo'ladi, lekin boshqa mevalardan foydalangan payti yumshoqligi yo'qoladi. Bunaqa payti nima qilamiz? Kakao sutidan foydalansak bo'ladi. Bu ham o'simliklardan olingan sut sanaladi. Kakao suti yoki ovsyaniy molokodan foydalansangiz bo'ladi. Ovsyaniy molokoni bitta xususiyati bor, unda muzlab qolishi mumkin. Muz ko'proq o'zida suv saqlagani uchun, suv mavjud bo'lganligi uchun biroz muzlash holati kuzatilishi mumkin, lekin ta'mi ajoyib bo'ladi. Mevaga aralashtirganingizdan keyin, masalan, olma yoki bo'lmasam smorodina yoki bo'lmasam qulupnoy, yoki kivi. Bu mahsulotlar albatta o'zini yopishqoqlik xususiyati bermaganligi sababli unga qanaqadir kakao sutidan foydalanish mumkin. Yoki bo'lmasam shakar saqlamaydigan shikolatlar bo'ladi, achchiq shikolatlar. O'shani eritib so'siz ham bo'ladi. U ham kakao, tarkib 100% kakao bo'ladi. Eritib so'siz, unda o'sha yumshoqlik xususiyatini beruvchi demak o'sha yog'lar mavjud. Kokos yog'i bor. Tayyorlash davomida turli xil yog'lardan foydalanadi. O'sha yog'lar sizga yumshoqlikni beradi. Mevani yumshatib, biz, ya'ni vredni qilib beradi. Bemalol bolalaringiz foydalanadimi? O'zingiz foydalanasizmi? Qandli diabet bilan og'rigan shaxslar bu muzqaymoqni yeydimi? Yoki onkologik kasalliklar yoki boshqa kasalliklar bilan og'riganlar yeydimi? Hech qanaqa zarari yo'q. Faqat foyda bersa beradiki, zarar tegmaydi. O'sha organizmni muzqaymoqqa bo'lgan o'sha ehtiyojini qondirgan bo'lasiz. Undan tashqari mevalar tarkibidagi vitaminlar to'liq so'riladi. Organizmga kirgandan keyin to'liq so'riladi, sizga energiya beradi. Kun davomida energiyangizni oshirishga, bolalarning energiyasini oshirishga, bolalarning tishiga karies tushmaydi. Masalan, laktozani ham o'zgarishi, o'sha yuqorida aytdik, salbiy oqibatlari ko'p. Ayniqsa bolalarda parazitlar kasalliklar bilan og'rigan bo'ladi. Ular laktozani iste'mol qilish orqali parazitlarning sonini ko'paytirib qo'yadi. Ularni pitatsiya qilib qo'yadi. Uning natijasida tishda qurtlash, o'zi shakar saqlovchi mahsulotlar xohlaysizmi-yo'qmi, tishni emaliga salbiy ta'sir qiladi. Tishni emaliga salbiy biz bir emalni yo'qotib qo'ydingizmi, biz ham yoshlikda ko'pincha e'tibor berishmagan, endi tabobatni o'rgangunimizga qadar pala-partish ovqatlanganmiz, tishimiz emali yoshlikdan yemirilgan va karies tushgan. Endi hozir o'sha tabobat malhamlaridan foydalanganimiz bilan oldingi holatiga qaytarish qiyin. To'g'ri saqlab turibmiz. Allohga shukr, hozir tishimiz tekis, ravon, og'rimaydi. Lekin biroz o'sha rangini yo'qotgan. Shu yoshlikdagi holat bilan bog'liq. Chunki yoshlikda biz yoshlikda ko'pincha yosh vaqtimizda ota-onamiz
ko'proq antibiotik qabul qildirishardi palapartish antibiotik biza chunki eslaymiz ko'p antibiotik kasal bo'lganimizda ko'p сразу уже gripp bo'ldikmi antibiotik albatta doktorni chaqirishmaychitdi shifokorni oddiy hamshirani chaqirib hamshira ampitsilin olib kelishni tavsiya berardi ampitsilin bilan davolashardi bizlar endi yoshlikda отказ qilolmaysiz yosh bola qanaqa ota onani tushunchaga ega bo'lmaysiz birinchidan yoshlikda o'sha tibbiy tushunchaga ega bo'lmaysiz qanaqa mahsulot olayotganingiz u mahsulotda qanaqa zararlari borligi haqida tushunchaga ega bo'lmaysiz ota onada agar tushuncha bo'lmasa endi yoshligimizda ko'p antibiotik olganmiz tez kasal bo'lardik buni sababini ham o'rganishmagan tez kasal bo'lyaptimi demak bunga immun tizimidagi muammolar sabab immun tizimini buzayotgan narsa nima albatta antibiotiklarni palapartish va muntazam qish davomida masalan 5 kun yoki bir hafta antibiotik olsak yana 15 kundan keyin yana immun tizimi baribir immun tizimida o'zgarish hosil qiladi antibiotik foydali bakteriyalarni nobud qilgandan keyin yana isitmalasak yana antibiotikdan foydalanishadi biz shunaqa yoshlikda nima desam bo'ladi shunaqa davolanib shunaqa o'sib unib kelganmizda keyin qachonki tushunchalar o'sha tushuncha tabobat haqida tushunchalarga ega bo'lganimizdan so'ng antibiotikni qanchalik zararli ekanligini his qilib va hozirgi kunda farzandlarimizga qo'llamaymiz imkon qadar qo'llamaslikka harakat qilamiz chunki deganda juda og'ir holatlarda antibiotiklar ishlatiladi sepsis yoki yiringli holatlarda yoki boshqa posleoperatsionniy holatlarda shunaqa holatlarda ishlatish kerak oddiy bir grippga ishlatish juda ham noto'g'ri narsa grippga yoki bo'lmasa boshqa virusli kasalliklarga bilan og'riganingizda u antibiotik sizga yordam bermaydi aksincha holatingizni og'irlashtiradi shuning uchun imkon qadar farzandlarni salomatligiga e'tibor berish kerak o'zizni salomatligingizga e'tibor bering chunki vaqt o'tishi bilan sekin asta organizmni funksional xususiyati pasayib boradi bunaqa paytda organizm yordamga muhtoj bo'lib qoladi o'sha yordamni berish kerak organizmga organizmga o'sha yordamni bersangiz hech qanaqa siz onkologik kasallik bilan ham kasallanmaysiz autoimmun kasallik bilan ham kasallanmaysiz immun tizimingizdagi muammolar bo'lmaydi yallig'lanish holatlari ya'ni o'sha kuzatilsa qaysidir organlarda bemalol o'sha yallig'lanishni bartaraf qilishingiz mumkin xronический holatga o'tib ketmaydi xronический holatga o'tganda ham siz u xronический holatni bartaraf qilishingiz mumkin tabib yurib unisini bunisiga gapiga ishonib AST2 fraksiyasi va shunga o'xshash mahsulotlar qabul qilmaysiz ya'ni o'sha inson qabul qilishi mumkin bo'lmagan terapiyani qabul qilmaysiz bu o'sha inson qabul qilishi mumkin bo'lmagan terapiyalar xohlaysizmi yo'qmi inson salomatligi uchun zararli agar foydali bo'lganda uni bemalol sotuvga chiqarishardi aptekalarda qo'llashardi apteka biznes deymiz lekin biznes deganingiz bilan ham ular ham ishlashyapti bitta dori ko'pgina kasalliklarga ta'sir qiladigan dori darmon ishlab chiqarishni ular ham xohlashadi qimmatroq sotishni o'sha biznesda o'zini o'rniga ega bo'lishni xohlashadi lekin oddiy bir narsa agar davo bo'lib ketganda buni farm sanoatda qo'llashgan bo'ladi insonlar uchun demak hayvonlarda sinalgan narsa insonlarda sinalgan vaqtida hayvonni umri qisqaroq bo'ladi bilasiz har qanaqa hayvonni umri qisqaroq bo'ladi tez ulg'ayadi insonga nisbatan tez qariydi tez hayotdan ko'z yumadi inson unaqa emas inson uzoq yashaydigan 100 yillab yashaydigan jonzot hisoblanadi endi biza to'g'ri yashasak to'g'ri ovqatlansak to'g'ri harakat qilsak stresslarga berilmasak biza kasal bo'lmaymiz albatta hamma qator yashaymiz to'g'ri ovqatlanib yashasak agar noto'g'ri harakatlar qilsak albatta bu kasallikka olib keladi hazm jarayonini buzilishiga olib keladi
hazm jarayoni buzilishi, vitaminlarning to'g'ri so'rilmasligi va immun sistemasidagi o'zgarishlarga olib keladi. Muntazam siz hayvonlar qabul qiluvchi mahsulotni qabul qila olmaysiz. Men ko'rganman, ICT fraksiyasini qabul qilib turgan payti foyda beradi, ICT ni уже отмен qildi, уже holat yana o'zgardi. Yana uni qabul qilishga majbur bo'ladi. Уже qonni bioximik holati o'zgarib ketgan. Leykositlar, eritrotsitlar, trombositlarni o'zi normativ ko'rsatkichlari o'sha. O'sha normativ ko'rsatkichlar izdan chiqib normaga kelmayapti. Har bitta o'sha leykositda o'zini vazifasi bor, trombositda o'zini vazifasi bor, limfositda o'zini vazifasi bor. Barcha o'sha qonni tarkibidagi eritrotsitda o'zini vazifasi bor, tarkibidagi holat o'zgarib ketyapti. Undan tashqari o'sha hazm jarayonida o'zgarishlar moddalar almashinuvini o'zgartirib yuboryapti. Moddalar almashinib ketdimi, uni tartibga solish qiyin bo'lib qoladi. Moddalarni tartibga solish juda ham qiyin. Uni tartibga solishingiz uchun hazm jarayonini yaxshilashingiz kerak. Qabul qiling, metabiotik qabul qiling, hazm jarayoninizni normaga qo'ying. Последний, ya'ni oxirgi paketlendagi metabiotiklar bor. Kimnidir tavsiyasiga ishonib, o'sha tavsiyani hozirgi kunda kimdir o'sha ICT fraksiyasini taklif qiluvchilar o'zicha yangilik yaratdim deb o'ylayapti. Boshqa mavzuga o'tib ketdik. Uzr, bugun o'zi muzqaymoq taklif qilishim kerak edi. Qisqa to'xtalib o'taman, keyin efirimizni yakunlaymiz. ICT fraksiyasini taklif qiluvchilar как будто ixtiro qilgandek o'zlarini xuddi nima desam bo'ladi, olimdek sanashadi. Yo'q, bu narsa ixtiro qilib bo'lingan, sinalib kelingan, sinovdan o'ziga yarasha effekt bermaganligi sababli effektni muntazam qabul qila olmaysiz. Muntazam qabul qilishganingizdan keyin xohlaysizmi yo'qmi, qanaqadir salomatligingizda tub o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun baraka topib ko'ringlar, tub o'zgarish yaratadigan to'g'ri lecheniya olib boring. Sizda holatingizda tub o'zgarish bo'ladi. Demak, u undan tashqari palapartish qo'llashyapti. ICT fraksiyasini qo'llayotganlar kompleks lecheniya deydi. U kompleks lecheniya yordam beryapti. Aslida ICT fraksiyasi emas. Lekin o'sha buni tan olishmaydi. Ular kompleks o'sha kirgizish, men undan oldin ICT fraksiyasini bundan 2 yilmi 3 yil oldin men video qilib chiqqanimda o'sha payt aytdim. ICT fraksiyasini o'zini qabul qilib bo'lmaydi. Uni kompleks qabul qilish kerak deb aytganman. Sababi ICT fraksiyasi o'ziga yarasha salbiy holatlar keltirib chiqaradi va o'sha salbiy holatlarni, ya'ni o'sha hazm jarayonidagi salbiy holatlarni bartaraf qilish uchun albatta hazm jarayonini tiklash kerak. Undan oldin ICT fraksiyasini qabul qilmoqchimisiz, toksin qabul qilyapsizmi? O'sha toksinni qabul qilishingiz uchun siz oldingi toksinni, organizmingizdagi oldingi toksinlarni chiqarib olishingiz kerak. Uchun tozalash kerak birinchi. Chunki ko'tara olmaydi organizm. Agar siz premo qabul qilib qo'ying, u toksinda u. O'sha sразу sizni o'lim yoqasiga olib qo'yadi. Shuning uchun birinchi tozalov qilishingiz kerak deganman o'sha videoda. Sal o'tib qarab ko'rsangizlar, bitta videoni orasida aytib o'tib ketganman. Aynan ICT videosida aytmagan bo'lishi mumkin yoki ICT to'g'risidagi videoda aytgan bo'lishi mumkin. ICT hamda sodani haqidagi videoni olib chiqqandim. O'sha videoda aytib o'tib ketganman. Shuning uchun baraka topib ko'ringlar, to'g'ri ovqatlaning, to'g'ri harakat qiling. Albatta yoz mavsumida talofatsiz yoz mavsumini o'tkazmoqchi bo'lsangiz, mevalarni yuving, peptitsidlardan gerbitsid sodali suvga yuving, yablishniy uksusli suv tayyorlab yuving. Lejbi tarkibi o'sha sloyda, ya'ni o'sha po'chog'ida kajura deydi, o'sha po'chog'ida hech qanaqa gerbitsid, peptitsidlar qolmasin. Sizni organizmingizga o'tib ketmasin. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchaga sog'lik, salomatlik tilagan holatda keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolamiz.